Bir yigit o'ylayotgandi, ustachilik qilardi. Qoratosh to'yxonasi bor. O'sha yerda to'yga etib keldi meni. Aka, men sizni niyat qilganman dedi. To'yimda xizmat qilib bering, men o'zim moshina sotadigan ustaman dedi. Bo'ldi dedim. Kim o'tkazadi to'yini? Dejur kim bo'ladi desam, o'zimizdan mahalladagi Nig'mat ekamdi, Rashid Qoriqov shogirdi Nig'mat. Lekin aka, rasa Abdulla Qurbonov orzu qilardim, hech anaqa qilolmayman, pul yig'olmayman dedi. Abdulla Qurbonov go'zal yorimi hit bo'lgan payti, bomba bo'lgan payti. Rasa anaqa olma, hech yig'olmayman dedi, nasib dedi. Etolmay ekanman, o'zinglar o'tkazib berasizlar deb aytdi. Bo'ldi dedim. To'y boshlandi, to'y bo'tdi. Bir payt Abdulla Qurbonov tapir-tupir yugurib kirib qoldi. Men aytdim, "Kuyov bola topdi-da pulni" dedim. Malades dedim niyatiga. Bitta go'zal yorimni etdi-da, tapir-tupir yana chiqib ketdi. Abdulla Qurbonov rahmatli ukasi Nabi. Nabi dedim, "Ne bitta etib ketasanlar? Pulni olgandan keyin etmaysanmi?" desam, kuldi-da, "Aka, to'yxona adashtirib qo'yamiz" dedi. Nasib-da bu bolaga. Imенно o'sha ashulasini yaxshi ko'rgan, kirib bitta go'zal yorimni etib chiqib ketdi.